Tayland hökuməti Xitaydan qorxub Uyğurlarni qaytarıb berganligini e'tirof qilgan. 27 fevral Tayland hökuməti 10 yildan buyon tutqunlikda yaşayotgan Uyğurlardan 40 nafarni Xitoyga qaytarib bergan edi. Reuters agentligining 6 martdagi xabarida aytilishicha, Taylandning muavin tashqi ishlar ministri Rus Jali Chandra shu kuni bayonot berib, bir qism davlatlar bu Uyğurlarni qabul qilishni xohlaydiganligini bildirgan degan. Shuningdek, bu Uyğurlarni xeyli burunla 3-chi bir davlatga yo'lga silib qo'yishning butunlay mumkin ekanligini e'tirof qilgan. Ammo ilgari ular bu Uyğurlarni makonlashtiradigan 3-chi bir davlat tepilmadi deb turolgan edi. Aldınғы kuni Amerika, Kanada va Avstraliyaning allaburun bu Uyğurlarni qabul qilish taklifini sunganligi ma'lum bo'lgan edi. Jali Chandra bu vaqtda so'z qilib, agar biz bu Uyğurlarni Xitoyga qaytarib bermasak, davlatimiz Xitoyning o'chirish obyekti bo'lib qoldi. Bu hol millionlagan taylandliklarning hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Shunga ularni qaytarish bizning birdan-bir tanlashimiz bo'lib qolgan degan. Garchi mazkur o'chirishning xarakteri aniq deyilmagan bo'lsa-mu, ba'zi analizchilar buning iqtisodiy jihatdagi masalalarga taqildiganligini, Xitoy bilan bo'lgan tashqi savdoning Taylandning iqtisodiy ahvoliga zo'r darajada ta'sir ko'rsatadiganligini ilgari surgan.